Assalomu alaykum. Mana klientimiz, patsientimiz Akobir hozir sizlarga she'rlar aytdi. Natijalar juda ham yaxshi. Esiz qozon osilmas, oshgan guruch bosilmas, atilganda bo'zlarim, yig'lamaylar do'stlarim. Молодец. Ani ko'rdilaringizmi? Hali yana davom ettiramiz lechinlarni. Mana shu TMS magnit muolajasi olgan paytda mana bu olgan paytda kompleksni lechiniya bo'lishi kerak. Hammaga. Mana prefrontalniy oblastlarga har bitta nimada sohada ishlash kerak. Har bitta sohada ishlash kerak. Nutq sohalarida, masalan, motorikada ishlash kerak bo'ladi har bitta sohasida, erinmasdan. Mana bu Akobirda natijalar yaxshi bo'lyapti. Faqat giperaktivliklari bor. Holi keyin nutqida ham mana bu rlarni, s, yana qanday nima harflar dedi ayajonisi? Harflar aytyapman. To'liq qilib aytolmaydigan harflarni. So'z qo'shmalarini noto'g'ri qo'shar edi. So'z qo'shmalarini noto'g'ri qo'shyapti hozircha. Lekin logopedlar bilan birgalikda harakat qilsak, hammasi zo'r bo'ladi.